Place platformasiga kirishni o'rganamiz. Ikkita knopka bor: ro'yxatdan o'tish va kirish. Agar siz birinchi marta ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishni bosasiz va qayta akkauntingizga kirmoqchi bo'lsangiz, kirish tugmasini bosasiz. Hozir birinchi ro'yxatdan o'tishni ko'ramiz, keyin esa kirish tugmasini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bosgandan keyin bizga pochtamizni kiritishni so'raydi. Pochtangiz bo'lmasa platformaga kira olmaysiz. Pochtani kiritamiz. Bu yerga men o'zimning pochtamni kiritaman. Pochtani to'g'ri bo'lishiga e'tibor bering, agar xato bo'lsa ham ishlamaydi. Ismni yozamiz va qo'ymoqchi bo'lgan parolni yozamiz. 1 dan 9 gacha qo'yaman va parolni qayta terishim kerak bo'ladi. Xuddi shu parolni pastga teraman va registratsiya tugmasini bosaman. Mana bosgandan so'ng bizga aytyapti, sening pochtangga, ya'ni biz kiritgan pochtaga xabar bordi va o'sha xabarning ustiga bosgan degan xabar keldi va biz pochtaga kiramiz. Mana pochta kirganimizda mana Bot Place platformasidan bizga pochta kelgan, ya'ni tasdiqlash uchun, akkauntni tasdiqlash uchun. Mana bizga aytyapti, xo'p, pastdagi tugmani bosing va akkauntingizni tasdiqlang deyapti. Yoki mana bu linkni ustiga bossangiz ham akkaunt tasdiqlanadi va biz подтвердить emailni bosamiz. Mana tasdiqlandi. Mana vash почтовый ящик успешно подтвержден. Endi biz mana xuddi shu pochta orqali parolni qo'yib kira olamiz. Mana pochta va vaytni bossak, akkauntga kiramiz. Mana marhamat, уже biz 7 kun davomida bundan foydalanishimiz mumkin. Agar bundan chiqib qayta kirmoqchi bo'lsak, mana qayta kirmoqchi bo'lsak, mana войти с помощью degan tugma bor pastda, ya'ni biz kirib qo'ygan pochtadan bemalol ro'yxatdan o'tib avtorizatsiya qilishimiz mumkin. Agar parolni yodingizdan chiqarsangiz, забыли parolga kirasiz, pochtani kiritasiz va сбросить parolni bosasiz. Kelinglar, shuni hozir tekshirib ko'ramiz. gmail.com mana сбросitni bosamiz. Mana pochtangizga ketdi dedi xabar. Mana pochtaga kirib qaraymiz. Mana bizga parolni tashlash bo'yicha xabar keldi. Endi parolni tashlash uchun esa, ya'ni yangilash uchun сбросить parol tugmasini bosamiz. Mana endi qaytadan parolni kirib chiqishimiz mumkin. Agar yana qayta parol kiritmoqchi bo'lsak, mana parol o'zgardi va yana akkauntga qayta kirdik. Endi chiqamiz. Mana saytga kirdik. Endi kirish tugmasini bosamiz. Kirish tugmasini bosgandan keyin mana bu yerda agar sizlar brauzerda pochtangizni ulab qo'ygan bo'lsangiz, войти как Ulug'bek deb turgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda sizning otingiz yoki sizning pochtangiz bo'ladi. Umuman ro'yxatga o'tmagan bo'lsangiz ham mana shu tugma orqali siz kirib akkauntni tasdiqlab, mana akkaunt tasdiqlayapman, kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana marhamat, bu kirishimizning ikkinchi usuli edi. Xuddi shunday doim akkauntga kira olasiz.